Hallo, bugun sizlar har doimgidek men Zigma. Bugun videomizda sizlar bilan 20 kunlik videoni o'tganini ko'rsatib o'taman. Meni X rekordning oshim jahlimga chiqdi. Hozir ham video o'tganimda o'sha video o'chib ketdi. Короче, bo'ldi. Har bir 20 qismini 20 kunlik videolarning har birini 20 ta har kuni bitta qismini o'tgan. 20 ta qism bo'ldi. Oxirgi kelib ko'p narsalar qurmadim bo'ldi. Asam buzilib ketdi-da. Короче, mana yashik nima deysizlar, bu meni uyim. Qani bo'lsam go ko'rsatib o'taman. Uni sizlarga bitta like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Qani bo'lsam go. Qaranglar bo'ldi. Matda katta g'or bor edi. Mashina katta g'or bor edi. Atrofida daraxtlar bor edi. Mana keyin men bu yoqda yopdim, uy quraman. Oddiy tosh qaziyotgandim. Shunaqa qilib qoldi. Kallamga ideya keldi. Hozir birinchi bo'lib sizlarga end portalni ko'rsatib o'taman. End portal Istanbul. Mayda qazib ketayotganim, oxirgi uy quraman deb maqsadda uy quraman degandim, lekin shu videolar o'chib ketibdi. X rekordni yomon ko'rib qolyapman. O'chib ketyapti, har bir o'tgan video o'chib ketyapti-da. Mana mashdan qaziganman, mashtgacha kelganman, hozir oxirgacha ko'rasizlar. Hozir mana unga qarab turaylik, bo'lmasa hozir yana yo'qolib ketsam, bola asam buzilib ketadi. Men shu yergacha qazidim. Agar erkak bo'lmay ketay, agar o'zim anaqa vijvaniyani shuncha narsa qilmagan bo'lsam, erkak bo'lmay mana bu yerga menga versa kerak edi. Men bu yerda yaxshilab qovladim. Mana bu yerda ham qo'llaganman. Men shu yerda uy qurmoqchi edim, lekin uy qurgim kelmadi. Bu yerdan kichkina joylik uchun mana maytda men oppoq olganman. Короче, mana bunaqa narsalar olganman. Keyin mana bloklarni olganman. Keyin men yerdan qazib ketaverganman. Ya'ni normal joy chiqib qolsa, ochiq joy chiqsa, o'sha yoqda olaman deganman. Mana mashdan kirdik boya. Mana ketyapmiz, qaranglar. Mashtda uy qurmoqchi edim. Shuni mashtga kelib to'xtab qarasam, yo'q. Chiqib ketdim, sразу o'yindan chiqib ketdim. Hamma videom yarim minutlikdan, bolalar, yarim minutlikdan. Mana shunda qazidan bu yoqdan ham uy qurmoqchi edim, bu yoqdan katta joy qilib, bu yerdan ham uy qurmoqchi edim. Mana bu boya kirgan joyimiz edi. Mayli, buyurmagan ekan. Shuncha video o'tganim, 20 kunlik mehnatim ketdi. Qo'llarim og'rib ketdi, buni qo'yib bo'ldi. Qaranglar. Mashdan qurdim, mashda to'li tosh edi, to'li ochiq edi. Mana bu mening uyim bo'ldi. Like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqinglar, kommentar yozinglar. Mana bu eski narsalarim. Bu yerda men aslaham bor. Mana uni qurish qiyin ekan bo'ldi, qaranglar. Shuncha narsa ketarkan, chiqmadi. Chiqargan. Mushuni vashcha qiyin ekan bo'ldi. Ayniqsa buni kuchaytirishga daraja, keyin ko'p narsa kerak ekan. Men mana uni zo'rg'a bir amallab kuchaytirdim. Bularni ham oldim. Keyin pechkalar yaratdim bolalar. Mana aldagan bo'lsam erkak emasman bolalar. Chaqmoq chalinyapti. Nahot ketiriladi anaqa botlar. Короче, shunaqa gaplar bolalar. Shuncha qurgan mehnatim ketdi-da. Siz tomosha qilinglar, like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Shu oy oxirida 50 ta obunachi yig'aylik deb qilayotgan mehnatim X rekording. Shu asabni buzoradigan darajada ko'chaga tiqib. Mayli, o'zim vijonini qurib olaman. Bolalar, sizlar videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Hozir men kreativdaman. Chunki tez olaman videolarni.
Короче, bo'ldi, sizlarga video yoqgan bo'lsa, meni qo'llab-quvvatlagan holda videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish, esingizdan chiqmasin, qo'ng'iroqchani yoqish, kommentariy yozsiz ham esingizdan chiqmasin. Bu oy oxirida 50 ta obunachi qolmadik, no xafa emasman, lekin mana shu keyingi oyda ichida yig'masak, dushi xafa bo'laman bolalar. Короче, bo'ldi. Mana shu 20 kunlik vyejivaniya haqiqatdan edi. Men shunchaki vyejivaniya qilganim zerikib video oldim. Lekin o'sha video nimalar ham o'chib ketibdi. Zo'r narsalar qilgan edim. Mayli. Xafa bo'lmaymiz. Axir sizlar qo'llab-quvvatlagan holda nechta 15 tam 14 tam obunachi yig'ib tashladi уже. Kattakon rahmat bolalar. Вообще, короче, пока.